Assalamu alaykum qadrlik anglag'uchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rido Ablimit. Bir kuni yerim kechida bir odamning darvozi taqildabdi. U odam darvozni ichib qargan ekan, oldida chiroylari noiti sulg'un ve kiyim-kechakları nait konurgan özünün en yakın dostu kelgen ikenmiş. Biraza salam saatdan keyin dostu onunğa yakın günlerde kolunun qısqa bolup qalğanligini ve farzandlarga to'yg'idek bir vaqt tamoq elib beramiganligi ve qarz qaytirish uchun uningga yordam so'rab kelganligini aytibdi. O odam taraddudsizla uningga so'rg'inni beribdi. Do'stim, mushu yetarlikmi? Bo'lmasa men yana beray, debdi. O do'sti, rahmat do'stim. Sana ko'p rahmat. Mana mushu yetarlik. Rahmat sana, deb chiqib ketibdi. Do'sti ketgandan keyin o odam ich-ichidan yig'lab ketibdi. Buni ko'rgan ayoli uningga: "Sizga nima bo'ldi? Agar xolmagan bo'lsangiz, bu tillallarga bizning ehtiyojimiz bor ekanligini aytib, chiroyliqcha uni qaytirsangiz bo'ladi-ku. Amdilikda nimaga bunchalar ich-ichingizdan yig'lab ketasiz?" deb so'rabdi. O kishi ayoliga mundaq debdi: "Qarang xotin, mening o tillallarga ichim chidamay yig'ilganim yo'q. Lekin do'stimni ko'ring. Lekin do'stim shunchavala sulg'un, shunchavala bichoralatga kelib, hattoki do'stim qarz qaytira olmay toki ishq oldimga kelmaguncha men uningdan hol ahvoling qandaqroq deb so'ramabdiman. Aslida men buning uchun qayg'uryapman" debdi. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, programmamizga ergashing.